G'ozi Olim Hoji Xotanining to'liq ismi Olim ibn Qosim ibn Abdullah bo'lib, uning bovisi Abdullah va dadisi Qosimaxun Xotandagi ham dinni ham milliy ruhi kuchlik amonatdor va millat suyarlarning vakillik shaxslaridan biri edi. Bu oila Xotan shahrida necha avlodga so'zilgan nom shuhrat va moddiy boyliqlarga izchil varislik qilib kelgan oz sondagi mo'tvar oilalardan biri edi. G'ozi Olim hojim 1907-yili ayni chog'dagi ilchi shahri, ya'ni hozirgi Xotan shahrida Qosim hojimning oilasida tug'ilgan. Dadisi uni bilimlik va amaliyatchil kishi bo'lsin deb umid qilib, uning ismini Olim deb qo'ygan. Güdek olim başlangıç bilimni dadisi ve tağılırdan algan. Keyinçe onun zeyrekliki ve özgüçi alahidelikini bayqab qalgan tağılları onu Xotandaki en nopozluk ölümalar ve cahan körgen azimetlerinin qoluğu tapşırgan. Uzak qalmayla yaş alim hem dinni cehette hem iqtisadi cehette yükselip bir qoluda bilimni, yana bir qo'lida iqtisodni tutib, ishg'oliyat va mustamlika ostida ingrayotgan shahidona Xotan xalqini asoratdan qutqizishga bel bog'lagan. 1928-yili 7-iyul Uyg'ur vataniga 17 yildak xaqon bo'lib olgan mustabid va qu Xitoy Yangzingshin o'z ichidagi Xitoy xodimlari tarafidan qaslab o'ldirilgandan keyin uning o'rniga chiqqan apyunkash Xitoy Jinshurin hadab xalqni bulab talab va turlik boy seliqlarni ko'paytib, haromdan to'plagan g'oyat zo'r iqtisodni Hindistondagi inglizlardan qurol yaroq setib olishga sarf qilib, Uyg'urning puliga olgan qurollar bilan Uyg'ur xalqini qirib bosh ko'targizmaslik terrorligi sodir qilish g'arizida bo'lgan. Zerek olimmi kichigidilla iqtisodiy ong'i ega bo'lgan sanoqliq yoshlarning biri bo'lib, 1928-yildan boshlabla ham tijorat, ham dehqonchilik, ham baxmichilik qatorliq ishlarning hammini tang elib mengib, atrofidagi o'yg'oq kishilarning qo'llashi ostida necha yil ichida nurg'un foyda tepib, topgan barcha oltin yombo'llarini xalqni o'yg'itish va qurollantirish uchun sarf qilishni ko'ngliga pukkan. 1931-yili atiyozda Qumulda boshlangan ozodlik kurashlari 1933-yilga kelgan hamon Sharqiy Turkistonning boshqa yerlariga tutashgan. Himmati va irodasi urg'ib turgan yosh yigit olim uzun quloq hamrohlaridan 1931-yildagi Qumul qo'zg'olonidan xeli burunla xabar topgan bo'lg'ashqa, shu yilning oxiridan boshlab Hindistonga eksport qiladigan jung, jipak va teri qatorliq buyumlarning miqdorini ko'paytib, shu orqali topgan puliga inglizlarning sanoat mollarini Xotanga elib kelgan karvonlarning vositasida bir qism yenik tipdagi qurollarni yoshirincha yo'tkab kelib, 1932-yildan boshlab hozirgi Lob nahiyasidagi Ujmi mazarda harbiy mashq qilayotgan azmatlarga ta'minlab bergan. Zerek olim 1932-yil kuzda Xotanga qaytib kelgan karvondagi yaqin bir tonishidan Jinshurinning kelar yili bahorda Kashmir yo'li orqali Urumchiga zo'r miqdordagi qurol yaroqlarni elib kelib, Turpan va Qumuldagi qo'zg'olon ko'targan Uyg'urlarni bostirdiganligidan xabar tepib, bu qurollar Shaydullohdan o'tgan hamon barliq qurol yaroqlarni o'lja elib, 1933-yili 24-fevralda Qarqash qo'zg'olonining qutuqliq g'alba qilishiga to'p qo'shib qolmay, yana Turpan va Qumuldagi Uyg'urlarning milliy mavjudligini qo'g'dash uchun g'oyat zo'r to'p qo'shgan. Gerçi Olim Qosim shu chaqda amdili 26 yoshga kirgan bo'lsa-mu, biroq uningda 40 yoshlardagi pishqan kishilarga xos salmoqliq, jiroqni ko'rarlik, qat'iy iroda va o'ziga bo'lgan kuchlik ishonchi bor edi. Shunga 1932-yili
12 ayda Sabit Damollam hajdan qaytib Ladaq yo'li orqali Udul Xotanga qarab manganda Olim Qosim toki Qog'liq tavasigacha oldiga chiqib qarshi olgan. 1933-yili 2-ayda Qarqash ozod bo'lib, shu yili 5-aprelda Xotan shahrida hozirgi Turkiya Cumhuriyeti ziminida ko'lamga ega bo'lgan Xotan islom davlati qurilgandan keyin yosh olim va sabdoshlari g'alaba mevasini qo'g'dash va milliy ozodlik kurashlarini hamma Uyg'ur tuproqlarida uzil kesil g'alabaga erishtirish uchun butun tirishchanligini ko'rsatgan. Ko'zni yumib ochqichi yuz bergan fojialar va cho'ng Jahongir davlatining bevosita qo'l tiqishi sababli 1933-yili zo'r g'alabaga erishgan milliy mustaqillik urushi 1934-yili yozda asosan pastgo'yga tushgan. Bu echinishli qabohatdan eng ko'p talafot tatqanlar yanada Xotandagi milliy rahbarlar va azimatlar bo'lgan. Gomindangning muntizim qurollari bilan qurollanib, nurg'un urush tajribasiga ega bo'lgan Tungan banditlarini Xotanga besib kirishdan to'siy olmagan Xotan islom amirligi rahbarlari birer oy tog'liq rayonlarda tirkishib beqib, eng oxirida 1934-yili 28-iyul top holda Shaydulla orqali Ladaq yo'lini bo'ylab Kashmir va Afg'onistonga chiqib ketgan. Muhammad Amin Bug'ra apandi boshlab mangan bu karvonda amdili 27 yoshga kirgan yosh olim bor edi. Olim 1933-yili kuzda g'ozi martabasiga erishgan bo'lib, shu chog'dagi Xotan islom amirligi uning davlat qurish yo'lidagi tirishchanliklari va kurashchan ruhini tortiqlash uchun uningga g'ozi unvoni bergan edi. 1937-yilgacha Kashmirda turib tijorat qilg'ash fursat kutgan yosh olim Mahmud Muhitining Kashmirga qochib chiqishidan keyingi xatarlik vaziyatda hozirgi Saudiya Arabistonga hijrat qilib, haj farzini ado qilgan va shu yerda tijoratini qayta boshlagan. Olim hoji Arabistondagi chog'larida Uyg'urcha gazet va jurnal ta'sis qilib, Uyg'ur vataniga oid eng yangi voqea hodisalarni muhojiratdagi Uyg'urlarga bildirib turgan. Ularda vatanga bo'lgan seg'inish va talpinish kuchaygan seri ona vatanidan kelgan xabarlar shuncha azobliq va echinishlik tus elivergan. 1949-yili Sharqiy Turkiston yana bir qitim yov tarafidan ishg'ol qilingandan keyin muhojiratdagi Uyg'urlarning ona vataniga qaytish va qayta bosh ko'tarish irodasi sunishga boshlagan. Biroq olim hoji boshqalarni qilchi umidsizlantirmay, davomli tirishchanlik ko'rsatishga rag'batlantirib turgan. Padişah Faysal davrida Arabistondagi Uyg'urlarga kollektiv holda fuqarolik huquqi berilgandan sirt, Padişah Faysal o'zimi haqqoniyatchi va durust hukmdor bo'lg'achqa muhojiratdagi Uyg'urlar bo'libmi Arabistondagi Uyg'ur muhojirlari uning yuqorqidek dono siyosatlarini qo'llab-quvvatlagan. Biroq 1975-yili Padişah Faysal düşmanlar tarafidan qaslab o'ldirilgandan keyin Arabistondagi bir qism Faysal tarafdorlari darhol Turkiyaga ko'chib ketgan. Biroq olim hoji qilchi qo'rqib qolmay, davomli o'zining aqidasi va tutgan yo'li bo'yicha olg'a qarab mengishni tanlagan. U 1974-yili 22-iyuldan buyon Sepros turklarini qutqizish harakati qo'zg'ab, g'arb ellarining qattiq jazosiga duch kelgan Turkiya davlatining dardiga darmon bo'lib, muhojirlardan yiqqan va o'zi to'plagan mol mulkining zo'r bir qismini Turkiyaning istiqboli uchun sarf qilgan. Natijada umuman nihoyat tezla ko'rinmas dushmanlarning diqqat qilish obyektiga aylanib qolgan. Gerçi olim hoji o'zini taqib qilib yurgan noma'lum kishilarga qarabla buni his qilgan bo'lsa-mu, biroq yanila o'z yo'lida tavranmay mingivergan. Oqibat 1978-yilning ma'lum bir kuni olim hoji bir qism sabdoshlari bilan billa mashina orqali Madinadan Makkaga qaytayotganda bir yuk mashinasi tarafidan so'qilib, mashinadagi hamma Uyg'ur tangli qazo qilgan. Shu qitimqi voqea haqida xotir qoldirgan Uyg'urlarmi
o'zining bexatarligi uchun bu voqeani qatnash voqeasi, taqdir degandek atalg'ular bilan sifatlashga majbur bo'lgan. Qisqasi, ona vatanidan juda bo'lgan talay Uyg'urlar ichida chet ellardimi kurash qilish va haqqoniyatni ching turish ro'yidan qilchi voz kechmaganlar nurg'un bo'lib, ular yuqorqi olim hojideklar untinsiz yo'q qilib etildi yoki unutildirildi.